Assalomu alaykum azizlarim, hammaga xayrli kun. Sevgiga ochilish ildizi mavzusidagi audioni sizga taqdim etaman. Ko'pincha oila tizimlari ishida hayotiy vaziyatlar bilan uchrashib qolaman. Oxir oqibatda ular otaga bog'liq bo'ladi. Masalan, ayollar juftlik topolmaydi yoki juftlikka borgandan keyin bir necha vaqt juftlik bilan birga aloqada bo'lolmaydi. Yoki ular juftga borgandan keyin ham juftligi uni sevmayotganday, unga hech narsa bermayotganday yoki yana boshqa sabablarni topish orqali bu juftdan ertaroq ajralishni xohlashadi. Nega? Chunki ular ochilishdan qo'rqishadi. Ochilish bu zaiflikka teng, ya'ni kuchsizlikka. Zaiflik esa og'riq bilan bog'liq. Og'riqli ayollar zaif bo'lishga qo'rqishadi. Og'riq esa himoya qilish uchun trigger bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni juda tez yopilish kerak. Shunda og'riq kamroq bo'ladi, deyiladi. Birinchi yopilish qarori bolalikda ko'pincha 3-4 yoshda qabul qilinadi. Odatda bu ota juda kerak bo'lgan paytda, lekin u yonida bo'lmagan yoki seni yomon ko'rishyapti degan vaziyat bilan bog'liq. Bu xuddi meni hayotimda ham bo'lib o'tgan. 1 yoshligimda onamdan, ona sutidan ajralish vaziyatida, sutdan vaqtida odob bilan ajralmaganim uchun otamdan bir shapaloq yeganman. Va 1 yoshli chaqaloq shundan keyin onani emmay ketganman. Odatda bu juda kerak bo'lgan, lekin u yonida bo'lmagan deganimda, mana shunday paytda farzand otadan uzoqlashib qolishi aytilyapti. Shunda biz yopilib qolamiz va ba'zilarda bu yopilish butun hayot davomida ham qoladi. Va sevgi qancha ko'p bo'lsa, og'riq shuncha kuchliroq va yopilish shuncha qattiqroq bo'ladi. Agar bunday og'riqli ayollarni turmush o'rtoqlar, yigitlar, erkaklar qancha ko'p sevsa, u shunchalik erkaklarga nisbatan nafratini kuchaytiradi. Yoki ularning erkaklari qanchalik ularga g'amxo'rlik qilgani sari, qanchalik ularga hamma yaxshilikni qilishga harakat qilgani sari, erkaklarni shunchalik tarzda ayblab, ulardan uzoqlashishga harakat qilishadi. Bizni sevgan odamga ko'pincha nafrat bilan qaraymiz. Ayniqsa juftliklarga. Aytamiz, u qanchalik qattiq yoki hissiz, qanchalik bemehr, qanchalik u mendan ko'p narsani olib qo'ygan yoki mendan ko'p narsani talab qiladi. Va boshqa sabablar bilan biz ayblaymiz. Mana shu holatdagi qizaloqlarga ota bilan nima sodir bo'ladi? Bola juda kichikligida yopilgandan keyin endi unga 30-40 yosh bo'lsa ham, u hali ham sevgi yetishmasligidan nafas ololmay yashaydi. U otani ayblaydi, u nimadir bermagan, sevmagan, quchoqlamagan, meni yaxshi ko'rmagan, qattiqqo'l bo'lgan yoki jazolagan yoki bizni tark etgan. Bunday paytda bolaligida otasi vafot etgan, oiladan chiqib ketgan farzandlar ham mana shunday holatda bo'lishi mumkin. Va quchoqlamagan boshqa sabablar orqali otani sevgisi yetmasligini doim ta'kidlab yuradi. Oila tizimlarida ko'pincha shu vaqtlar davomida ota farzandga ochiq va mehribon bo'ladi. Sevgi undan bolaga qarab oqadi har doim. U ko'p yaxshilik qiladi, lekin bola uni qabul qilmaydi. U sevgini ko'ra olmaydi. Yaxshilikni ham ko'ra olmaydi. Sevgini ham, mehrni ham, e'tiborni ham ko'ra olmaydi. U unga bo'layotgan xizmatlarni birortasini ko'ra olmaydi. Bola bu narsani ko'ra olmasa ham, ota bolani sevishda davom etaveradi. Va ko'pincha o'sha ochiq sevgida ota vafot etishi ham mumkin. Mana shunday holatda muammoni hal qilish kaliti albatta bor. His qilishni
rad etgan joyda bu kalit turadi. Oila tizimlari terapiyasida tahliliy seans jarayonida biz o'sha vaziyatga boramiz va uni ochiq holda boshdan kechiramiz. O'sha yerda otadan sevgi ochiq qoladi. Hozir sizda otangiz hayot bo'lsa ham, u vafot etgan bo'lsa ham, siz otani sevgisiga ochilasiz. Qachonki siz otani sevgisiga ochilganingizda, endi siz boshqalarni ham sevishga qodir bo'lasiz va boshqalarni sevgisini ham olishga, ishonishga va boshqalarni sizga bo'lgan barcha muhabbatini, sizga berishi kerak bo'lgan hamma narsasini qabul qilishga ochilasiz.